Illyusor kollagen bu insonni o'zini tabiiy kollageni. Ha do'stlar, bu videoda sizlarga Germaniyada ishlab chiqarilgan Fitline Beauty kollageni haqida ma'lumot bermoqchiman. Demak, bu kollagen boshqa kollagenlardan nima farqi bor? Bu kollagen peptidli kollagen bo'lib, inson organizmida 100% o'zlashtiriladi va o'zimizni tabiiy kollagenimizni ishlab chiqarilishini kuchaytirib beradi. Fitline Beauty kollageni ustida ko'plab ilmiy tadqiqotlar o'tkazilgan bo'lib, unga ko'ra bu kollagen yuzimizdagi ajinlarimizni 32% ga yoyib beradi. 65% ga kollagen konsentratsiyasini kuchaytirib beradi. 42% ga qon aylanishini yaxshilab beradi va tirnoqlarimiz sinuvchanligini kamaytiradi. Bu degani suyaklarimizni ham mustahkamlab beradi. Terimiz elastikligini, yuzlarimiz tarangligini 10% ga oshiradi. Bunday faktlarni men juda ham ko'plab keltirishim mumkin. Bir so'z bilan aytganda, kollagen bu yoshligimiz, go'zalligimiz va sog'ligimiz eliksiri bo'lib, uni har bir inson ichib yurishi shart. Bu kollagenni nafaqat ayollar, balki erkaklar ham iste'mol qilishsa bo'ladi. 25 yoshdan yuqori bo'lgan har bir inson Fitline Beauty kollagenini albatta ichib yurishi shart. Shunda biz har doim sog'lom va go'zal bo'lamiz. Bu kollagen hidi va ta'mi juda yoqimliligi bilan ajralib turadi va uni ichish juda ham oson. Har biringizga tavsiya qilaman va o'zim ham albatta har doim iste'mol qilaman. Super. Zakaz qilish uchun direktga yozinglar. Marhamat.